أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalomu alaykum do'stlar. Bugun ro'za tutgan kishida nima uchun bosh og'riydi, sabablari nima va oldini olish haqida gaplashamiz. Ro'za tutgan kishida bosh og'riqlari va g'ayritabiiy og'riqlar kuzatilishi mumkin. Sabab, avvalo doktoringizga murojaat qiling va doktor tavsiyasini oling. Bu ma'lumotlar albatta sog'lom insonlar uchundir. Sog'lom insonlarda ham bosh og'riq kuzatilsa, bu suvsizlikdan bo'lishi mumkin. Vujudimizning %50si, %70i suvdir. Tuzli suv ya'ni. Ter, bu yoshlarimizdan, ko'z yoshlarimizdan bizga ma'lum. Mutaxassislarga ko'ra, kristal qoya tuzi tarkibida 70 dan ko'p minerallar borligini aytishadi. Demak, juda ham sog'lig'imiz uchun foydali ekan bu tuzlar. Haqiqiy tuzlar, ya'ni Himolay tog'larining tuzlari, ya'ni dengiz tuzi, qoya tuzlari, bular haqiqiy tuzlar. Alloh taolaning bizga bergan ne'matlari hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yemeklarni tuz bilan boshlang, zero tuzda 70 xastalikka shifo bor deb aytganlar. Ba'zi ma'lumotlarga ko'ra 70 dan ham ko'proq raqamlar keltiriladi. Ramazon bo'yi albatta tuz va suvni me'yoriga diqqat qilishimiz kerak. Yo'qsa foydadan ko'ra bizga zarari ko'p kelishi mumkin. O'shaning uchun asalni ham ozi shirin deydi-ku, o'shaning uchun me'yoriga diqqat qilish kerak. Ro'za tutganda bosh og'rig'ining sabablaridan yana biri kofeinga bog'liq bosh og'riqlaridir. Ya'ni choy, qahva, kola kabi tarkibida kofein bo'lgan ichimliklarni muntazam ravishda ichib yurgan kishi birdaniga bulardan voz kechgani uchun unga moslasha olmay qoladi va bu bosh og'rig'iga sabab bo'lishi mumkin. Ham qahva, choy ko'p ichilganda vujuddan suv otadi. Natijada bu bosh og'rig'i bu sabab bosh og'rig'i bo'lishi mumkin. Demak, kofeinga qaramlilikdan, mana shu qaramlilikka bog'liq bosh og'rig'i va suvsizlikka bog'liq bosh og'rig'iga sabab bo'lyapti. Bu haddan ziyod qahva yoki choy, kola kabi ichimliklarni ichish. Ramazonda bularni oldini olish uchun mana shu og'riqlarni Ramazondan bir hafta 10 kun oldin harakat qilish kerak edi. Endi bundan keyingi Ramazonlarda Allohning izniyle yana bir hafta 10 kun oldin harakat qilasizlarda choyni, qahvani sekin astalik bilan kamaytirib boriladi. Zararli ichimliklar esa zaten ichish to'g'ri emas. Masalan, zararli ichimliklarni bilasizlar, nimalar zararli bo'lganini, butun zararli narsalar. Ko'p yeyish ham zararli hisoblanadi. Ya'ni ko'p yeyish, zavq uchun yeyish, ya'ni quvvat uchun inson yeyishi mumkin. To'ygan, quvvati yerinde zavq uchun yeyish ham zarar hisoblanadi. Islom olimlarining aytishiga qaraganda, vujudimizga va aqlimizga zarar keltirgan narsalar harom hisoblanadi. Demak, badaningizga, aqlingizga zarar bergan har narsadan to'xtalish kerak. Bosh og'rig'ining yana bir sabablaridan bittasi saharlikdan keyin hamon yotib uxlab qolish va kun chiqquncha bu uyquni davom ettirish. Bu holat insonni ham holsiz qiladi, ham bosh og'rig'iga sabab bo'ladi. Sizda ham kuzatilgan bo'lishi kerak bu holatlar. Kommentariyaga yozib qoldirsangiz, ko'pchilikmi bu holatni boshidan o'tkazayotganlar, kamchilikmi qaraymiz. Masalan, menda ham shu holat kuzatiladi. Ba'zan sabah namozidan keyin uxlamayman desangiz ham charchagan bo'lsangiz uxlab qolasiz. Ana shu vaqtda juda ham qattiq bosh og'rig'i, yorilib ketaydi degan og'riq va holsizliklar kuzatiladi menda shunaqa. Demak, bu vaqtlarda uxlab yotish juda ham sog'liq uchun zararli. Umar radhiyallohu anhu tongda uxlashdan qochinglar. Aks holda mizoj buzuqligi va ruhiy buzuqlik yuzaga keladi. Shom vaqtida uxlash aqliy nuqsonlik, asr paytida uxlash esa tanballik keltiradi deganlar. Demak, bu vaqtlarda uxlamaslikka harakat qilish kerak. Oramizda uxlashga qiynaladiganlar bor, to'g'rimi? Albatta, kimdir hamon yotib uxlab qoladi, kimdir juda ham uxlashga qiynalishadi. Bu insonning mizojiga, sog'lig'iga bog'liq bo'lgan narsalar hisoblanadi. Uxlash uchun
Ba'zilari telefonga qarab uxlashni, televizorga qarab uxlashni tarjih etishadi yoki o'yin o'ynab uxlashni tarjih etishadi. Bular albatta sog'liq uchun zararli hisoblanadi. Kun bo'yi charchagan miya yoki charchagan vujudimiz tinchlanish modiga o'tishi kerak. Ya'ni tinchlanish, sokinlashish, dam olish holatiga o'tishi kerak. Uyqusi kelmagan shaxs ham televizorga qara, ham uxla yoki bo'lmasam ham telefonga qara, ham uxla degan buyruq beradi. Bu judayam vujudimiz uchun zararli hisoblanadi. Bu masalada yana albatta shariatga qarab yechim topishga harakat qilib ko'ramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buyurganlarki, uxlashdan oldin aytiladigan bir taqom duolar bor, zikrlar bor. Mana o'shalarni o'qishni boshlashi bilanoq inson qanday uxlaganini bilmay qoladi. Xohlasanglar buni sinab ko'rishinglar mumkin. Ya'ni masalan aytaylik, Ramazonda 4 xislatni ko'proq qiling deganlar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Buning ikkisi bilan Alloh taoloning rizosini qozonasizlar. Ya'ni istig'for va shahodat kalimasi. Alloh taoloning izni bilan zikrlar insonni vujudini isitadi, umid tuyg'ularini uyg'otadi, mizojini muvozanatlaydi. Ham qanday uxlaganingizni bilmay qolasiz. Insonga ham vujudiga, ham ruhiga shifodir. Bundan tashqari limon o'ti nomli shifobaxsh o'simlikni bilsanglar kerak, ham insonni tinchlantirishga, ham uyqu keltirishga yordam beradigan juda ham yaxshi shifobaxsh o'simlik hisoblanadi. Bu ham yaxshi samara beradi. Albatta, doktoringizga murojaat qilgan holda, doktoringiz bilan maslahatlashgan holda iste'mol qilishingiz mumkin. Undan tashqari yaxshi uxlab dam olay desangiz, Ramazonda ro'za tutgansiz, charchagansiz, vujud toksinlar otadi, albatta vujud charchaydi. Kun bo'yi hasad, janjal, bahslashish, asabiylashish bulardan uzoq turish kerak. Bular mizojni sovutadigan narsalar, insonni charchatadigan, toliqtiradigan narsalar bular. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam haqli bo'lganingiz holda tortishishdan voz kechsangiz jannatdan ko'shk beriladi deganlar. O'sha tortishishdan voz kechgan, haqli bo'lgan holda voz kechgan kishiga. Tortishishdan hech foyda yo'q. Ya'ni tortishish, bahslashish ham sog'liq uchun zararli, ham bu tortishish, ya'ni janjallashish dushmanligini orttiradi, do'stni do'stligini kamaytiradi. Hech qachon hech bir inson maniki xato, saniki to'g'ri demaydi. Hamma maniki to'g'ri deb urishadi urishayotganda. Saniki to'g'ri deyishi mumkin, iymoni kuchli insonlar albatta men shu yerda xato qildim deb uzrini so'rashadi. Sokin bir uyqu uchun iftorlikda og'ir ovqat yemaslik, qovurilgan, xamirli, judayam shakarli, judayam ziravorlarli, o'tkir ziravorli narsalar, achchiq choylar bular vujudni charchatadi. Judayam tuzli ovqatlar ham vujudni charchatadi. Hazm uchun vujud ko'p energiya sarflaydi. O'shaning uchun ham kun bo'yi och bo'lgandan keyin birdaniga og'ir ovqatlar vujudga zarar beradi. Qon bosimini yoki qondagi shakar miqdorlarini muvozanatini buzadi, tartibini buzadi. Qaynatma sho'rva juda ham yaxshi. Ham o'zini quyruq yog'i bilan, ham suyaklari bilan qaynagan qaynatma sho'rva ichiga xohlagan kartoshkami deysiz, piyozmi deysiz, piyoz ham juda foydali hisoblanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflari bor bu haqida bilasizlar. Qayerga borsanglar o'sha yerni piyozini olib yeying degan. Va dukkaklilardan qilingan qatuvli sho'rva. Dukkaklilarning ham foydasi juda ko'p. Qatuvli qilgandan keyin ham ishtaha ochadi. Rayhonli, yalpizli qilib tayyorlasa bo'ladi. Bularning foydasi ham ichak faoliyatiga yaxshi, ham hazmni yaxshilaydi, ham oson hazm bo'ladi. Temir va boshqa minerallarga boy bo'lgan narsalar hisoblanadi. Bu yeydigan narsalar, dukkaklilar. Go'sht yemaydiganlar uchun esa protein qaynog'i hisoblanadi. Do'stlar, biz uchun foydali bo'lgan ma'lumotlarni yana suhbatimizga jamlaymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling, ko'rishguncha.